Unday ayollar o'zligini kuchli ko'rsatishadi. Mana men kuchliman, ko'rib qo'ygan. Ichingizda o'zingizni yeb bo'lsangizdan kimga foyda? O'zingiz uchun yashayapsiz. O'sha har bittasini o'tirib, kerak bo'lsa yozish ham kerak. Har bitta muammoni yechimi, ildizi bu sizning o'zingiz. Bolalaringizga siz sog'lom holat kerak bo'ladi. Chunki bitta oddiy ishni ham oxirigacha olib borishga sabringiz yetmaydi. Quvvat dam olish yetarli. Ayollar robot emas. O'zimizni unutib ham qo'yishimiz kerak emas. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugun yana diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlardan juda ham ko'plab kelgan savollardan biri ayollarni ichki charchog'i va stresslari haqida darslik tayyorladim va sizlar bu darslikda o'zingizlarga kerakli bo'lgan barcha savollarga javob olasizlar degan umiddaman. Ba'zida ko'pchilik ayollarimiz o'zlarini kuchli va hech narsada yengilmas deb ko'rsatishadi, lekin aksincha unday ayollar siz ko'rgandagi juda ham kuchli emas. Faqat ular o'sha o'zini faqatgina kuchli ko'rsatishyapti. Ular charchoq, bosim, yig'ilgan hissiyotlar, sukutdagi og'riqlar, juda ham ko'p muammolar ichida bu muammolarni og'irligidan hattoki uni chiqara olmaganligi uchun o'zini ko'chadan stress holatini bildirmaslik uchun o'zligini kuchli ko'rsatishadi. Lekin aslida unaqa emas. U ayollar o'zini birovlarga kuchsiz ko'rsatgandan ko'ra, mana men kuchliman, ko'rib qo'ygan deya o'ziga o'zligi zulm qilayotgan ayollar bo'ladi ko'pincha. To'g'ri, kuchsizligimizni hech kimga ko'rsatishimiz kerak emas, lekin bu kuchsizlik deya o'zimizni qurbon ham qilishimiz kerak emas-da. Bu stressni, charchoqni, bosimni, yig'ilgan hissiyot har bittasini ustida ishlab, o'zini ichki dunyosini yaxshilab olish kerakda inson. Tashqaridan ming kuchli ko'rinavering, lekin ichingizda o'zingizni yeb kemirayotgan bo'lsangiz, bu holatdan kimga foyda va kimga zarar ekanligini inson ong-ongidan tushunish kerak. Siz ko'chadagi insonlar uchun yashayotganingiz yo'q bu hayotda. O'zingiz uchun yashayapsiz. Ko'chadagi odamlarga kuchli ko'rinsangiz ham, kuchli ko'rinsangiz ham hech qanaqa sizga foydasi yo'q. Undan ko'ra o'z ustingizda ishlab, o'zingizdagi mana shu og'ir ahvolga tushib qolgan vaziyatlaringizni yumshatish uchun men qayerda xato qildim? Bu xatoni ikkinchi marta takrorlamaslik uchun o'sha har bittasini o'tirib, kerak bo'lsa yozish ham kerak. Shu xatoni siz qildingizmi? Nima sababdan bo'ldi? Bo'ldi, mana shuni siz o'zingizga qurlab oling. Ikkinchi marta men uchun mana shu holat to'g'ri keldim, bo'ldi, men buni qabul qilmayman. Menga bu og'irlik qilyapti, bu menga stress beryapti, charchoq beryapti, bosib beryapti. Bundan keyin siz o'zingizga bu charchoqlarni ko'tara olmay sukut qilyapsiz, o'zingizga og'riq qilyapsiz. Ichingizdagi og'riqdan o'zingiz jarohat olyapsiz. Har bitta ayolda bu holat juda ko'p uchraydi. Ichidagi dardini kimgadir chiqib aytsa, u aytgan odam hammaga aytib chiqadi. Qo'shtirnoq ichida. Keyin u bechora ayol aytganiga ming afsuslanib, men bu tepada aytgan har bitta gapim 2 karra ko'payib ketadi. Voy bekor aytdim, nimaga aytdim, shuni aytmasam turardik deb o'zida aybdorlik hissi uyg'onishni boshlaydi va bu ayol aybdorlik hissidan keyin o'zini cho'ktirishni boshlaydi. Bu holatda mayli siz aytib bo'ldingiz, mayli siz unga aytganingizdan keyin men shuni o'zimda yengillik bo'lish maqsadida aytgandim. Bu meni ichimdagi shaxsiy og'riqlarimni boshqalarga aytishni ep ko'ribdimi? Mayli. Bu uni o'ziga havola. Lekin men hozir buni o'ylab siqilishim kerak emas. O'zimga o'zim xulosa chiqarib, bundan o'zimga yechim berishim kerak. Demak, har bitta muammoni yechimi o'zimda ekan. Men o'zgalarga dardimni daston qilganimda ham hech qanaqasiga menga foyda kelmas ekan. Aksincha zarar kelib, 2 karra charchab qolar ekanman. O'zimga qayta azobni chaqirib olar ekanman. Undan ko'raman, bo'ldi, bugundan boshlab o'z ustimda ishlayman. O'z kamchiliklarimni hammasini o'zim boricha ko'rib qabul qilaman va bularga yechim beraman deyish kerak. Stop. Boshqa hech nima. Hech qachon sizni o'zga inson dardingizga davo ham bo'lmaydi. Sizni charchog'ingizni ham yo'q qilmaydi, stressingizni ham yoki oilangizda bo'layotgan muammoni ham ko'chada hech kim hal qilib bera olmaydi. Har bitta muammoni yechimi, ildizi bu sizning o'zingiz. O'zingiz yecha olmasangiz hech kim sizni dardingizni yechib bera olmaydi. To'g'ri, charchagansiz, yurishga holingiz yo'q. Kim sizni charchog'ingizni yo'q qiladi? Undan ko'ra o'zingiz spakoyni bitta xonaga kirib, uxlab, har bittasini
dam olgandan keyin, charchoq chiqqandan keyin shu muammolarni o'tirib o'ylasangiz, albatta yechim topasiz. Barcha ayollarimizga shuni maslahat bergan bo'lardim. Hamma insonda bo'ladi. Stress ham bo'ladi, charchoq ham bo'ladi, yig'ilgan hissiyotlar ham. Lekin bu holatda biz o'zimizni yo'q qilishimiz kerak emas. Bu holat har bitta insonning hayotida bor. Faqat bu sizning hayotingizda kechayotgani yo'q. Faqat menga keladi, faqat menga keladi deb o'zingizni yeb bitirib tamom qilmang. Bu hayot qonuni, hammada bor. Hayotda qiynalmagan inson hech qachon rohatga chiqa olmaydi. Har bitta inson qoqilib, yiqilib oxiri o'z hayotida tajriba, amaliyot orttirib natijaga erishadi. Siz birovning hayotida o'tgan qiyinchilik, tajriba, amaliyot bilan hech qanaqa natijaga erisha olmaysiz. Qachonki o'zingizni boshingizdan o'sha kun o'tsa, o'sha qiyinchilikni ustida amaliyot o'tkazib, tajribangiz ortgandan keyin albatta siz bu muammoga yechim topasiz. Hech kim birovning dardi bilan o'zini dardini solishtirish kerak emas. Uni hayotida siz yashayotganingiz yo'q, sizning hayotingizda u yashayotgani yo'q. Har bitta inson o'z hayotida yashashni bilishi kerak va o'ziga kelayotgan har bitta muammoni boricha qabul qilib, bunga o'z ustida ishlab o'zi yechim topish kerak. Boshqalardan yechim kutish bu menimcha xato deb o'ylayman. Va shu bilan sizga aytishim kerakki, ichingizdagi charchoq qayerdan kelib chiqyapti deb o'ylaysiz. Va men shu o'rinda sizlarga shuni ham aytishim kerakki, ichki charchoq qayerdan va qay paytda kelib chiqyapti deb o'ylaysiz. Ayollar bir vaqtning o'zida juda ham ko'p yukni o'zim ko'tara olaman deb har bitta mas'uliyatni bo'yniga oladi. Ish, uy, farzand, oila, munosabat hammasini bittada qilishim kerak deb o'ylaydi. Yo'q, aksincha, bu sizga juda ham og'irlik qiladi. Har bittasini etap qilish kerak. Qilish kerak, to'g'ri, lekin hammasini bir vaqtning o'zida emas. Qanaqa qilib bir vaqtning o'zida ham uy ishi, ham bolalar, ham munosabat yoki bo'lmasa yana boshqa bir ortiqcha ishlarni bitta vaqtning o'ziga qilib bo'lmaydi. Buni etap, soatma-soatga bitta kuningizda misol uchun 12 soat dam, 12 soat ish qilmoqchi bo'lsangiz, bu soatdan bu soatga mamnun qilaman. Farzandlarim uchun 8 dan 10 gacha, ishim uchun 12 dan 2 gacha, misol uchun munosabatlarga yoki boshqa muammolarga mana shunaqa qilib vaqtni ajratish kerak. Bitta vaqtda o'zida hammasiga yugursangiz, ayol kishi juda ham o'zi ojizamiz-da biz. Qanaqa qilib bitta vaqtda o'zida hamma ishni qilishimiz mumkin? Biz kezi kelganda erlarimizga ham bor sani qilgan ishing kerak emas ham deyoramiz deb ba'zida. Bitta ishni qilib bering desangiz, yo'q, meni vaqtim yo'q hozir. Keyinroq qilib beraman desa, biz ataylab na prinsip erni jahlini chiqarish uchun sen qilib bermasang men o'zim qilaman deb o'zimizga bo'lgan yukni yana 2 barobar qilib ortib olamiz. Yo'q, aksincha biz unaqa qilishimiz kerak emas. Dadasi mana shu ishni menga qilib bering. Hozir meni vaqtim yo'q dedimi? Qachon bo'ladi vaqtingiz? O'sha vaqtda qilib bersangiz ham mayli. Men o'sha vaqtgacha kutaman deb agar unga chiroyli, shirin so'z bilan aytsak, o'zimizni ham asabimiz buzilmaydi. Erimizni ham asabini buzmaymiz. U ham bizni shirin so'zimizni o'sha ishni ertaga qilib beraman degan bo'lsa, biz mana bunaqa muomala qilganimizdan keyin o'sha vaqtni o'zida ham qilib berish mumkin. Lekin biz buni na prinsip qilib, teskarisini qilib o'zimizni ham asabimizni buzamiz. Erkakni ham asabini buzamiz. O'sha ishni ham qilmaymiz. Qilganimizda ham ming nolinib qilamiz, o'sha ishdan natija bo'lmaydi. Shunday ekan, o'zimizga kelayotgan har bitta ichki charchoq qayerdan kelayotganini o'zimiz tushunib bilishimiz kerak. Biz o'zimizga o'zimiz ortiqcha yukni olyapmiz. Bizga hech kim ortiqcha yuk yuklamayapti. Erimizga na prinsip qilamiz yoki bo'lmasam boshqa birovga na prinsip qilamiz. Men senga ko'rsatib qo'yaman meni kimligimni. Hali men shunday ish qilaman-ku, sen bu ishni qila olmaydi deb o'ylaganmidim. Mana men qildim. Senga ko'rsatib qo'yaman, zamirida ish qilamiz deb o'zimizni charchatib dabdala qilib qo'yamiz. Men o'sha ishni qilamiz ham, qilarmiz ham, lekin qancha sap ketadi, qancha qiynalamiz, stresslarga duch kelamiz, uyqu yo'q, charchoq, bosim. Undan ko'ra erimizga aytib o'sha narsani, mayli 1 oyda bo'lmasin, 2 oyda o'sha narsa bo'lsin, o'sha 2 oyda kelgan narsa huzurli bo'lib kelsin. Uni ham asabi joyida, sizni ham asabingiz joyida. Shuncha asab qilib, bitta ish qilib yoki shuncha asab qilib ko'p pul topdingizda, o'sha pulni yig'ib bo'lganingizdan keyin shunday kasal bo'lsangiz, hatto o'sha pul yetmaydigan kasal bo'lib qolish mumkin-da odam. Har bitta narsa inson bilib olishi kerak. Asabdan kelib chiqadi. Har qanaqangi kuchli kasallar ham hozirgi kunda juda kuchli asab buzilishidan, stressdan, charchoqdan, uyqusizlikdan chiqib kelyapti.
Shunday ekan har bitta narsa o'z vaqtida bo'lgani yaxshiroq deb bilaman. Bu vaziyatlarda men ko'p pul topishim kerak, hammadan oldinga o'tishim kerak, zo'r bo'lishim kerak deb o'zingiz bilmasdan qurbon qilib qo'ymang. Chunki ertaga bolalaringizga siz sog'lom holat kerak bo'lasiz. Bolalarning kelajagi uchun biz mas'ulmiz. Biz ularni boshida har doim soyabon bo'lishimiz kerak. Shu uchun biz o'zimizni ehtiyot qilib asrashimiz kerak. Biz agar qiynalib, ko'p pul topib, kuchli kasal bo'lib, nimadir bo'lib qolsak, bolalarimiz erta kelajakda kimga suyanadi? Shunday ekan, hurmatli ayollar, har bittamiz o'zimizni o'zimiz hurmat qilishimiz kerak. O'z hissiyotlarimizni, ichki charchoqlarimizni o'zimiz yon atrofdan chaqirib olmaylik. O'zimizga o'zimiz hurmat bilan qarashni o'rganaylik. O'zimizni har bitta qilayotgan ishimizni vaqtida bo'lishiga sabr bilan kutaylik. Agar sabr bilan har bitta narsani joy-joyiga qo'ysak, o'sha narsa bugun kelmasa albatta ertaga keladi. Yaratgan har bitta insonga xayol qildirgan narsasini bermoqchi bo'lmasa, hattoki xayol ham qildirmas ekan. Bilingki, biz o'ylayotgan har bitta narsamiz albatta bizga keladi. Agar bizga berilmoqchi bo'lmaganda edi o'sha narsalar, biz hatto xayol ham qila olmasdik shu narsani. Shunday ekan, biz xayolimizda o'ylayotgan narsalarimiz kelish uchun birinchi o'rinda biz sog'lom bo'lishimiz kerak. Sog'lom bo'lsak, hammasiga erishamiz. Shu uchun barchaga men shuni maslahat bergan bo'lardim. O'zimizni o'zimiz ehtiyot qilaylik. Va men shu o'rinda sizlarga emotsionalni kuyish haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Insonlarda bunday holatdan keyin qiziqish yo'qoladi, ichki sovuqlik paydo bo'ladi, ko'z yoshlari yaqin keladi, hech narsadan zavq olmaslik holatlari paydo bo'ladi. Qiziqish yo'qolish deganda, misol uchun ilgari sevgan hamma narsasi endi u uchun hech qanday his tuyg'u bermaydi, hech qanaqa qiziqmas. U oldin kimnidir juda ham yaxshi ko'rgan bo'lsa, bo'ldi. O'sha narsani qizig'i ham qolmaydi unda. Odamlardan, sevgidan, hayotdan uzoqlashishni boshlaydi. Odamlarga ham ishonmaydi, sevgiga ham ishonmaydi. Bu hayotda o'zi hech narsaga ishonish kerak emas ekan. Bu hayot shunchaki yolg'on bir dunyo ekan, shunchaki yashash kerak degan gaplar paydo bo'lib qoladi insonning ongida. Ko'z yoshlari tez-tez kelib qolaveradi. Bitta odam oddiygina "Sen men bu yerda o'tirmagin, nariroqda o'tirgin" desam, u o'ziga bu gapni juda yomon oladi. Meni yoqtirishmayapti deb emotsionalni kuyishni boshlaydi. Ichidan o'zini qiynab, yeb, yig'laydi. "Mana shu odam nima uchun meni yonida o'tirma" deb aytdi. Lekin u joyda boshqa inson ham bo'lishi mumkin. Men yonimga sherigim keladi. Siz nariroqda o'tiring deyish u juda ham katta muammo emas, lekin bunday holatga tushgan insonlarda bu juda ham katta muammodek tuyuladi. Bundan keyin u hech narsadan zavq ola olmaydi. Hech narsani qizig'i yo'q. Hayot rangsiz, ma'nosiz tuyuladi. Hamma narsa uchun umuman qizig'i qolmaydi. Bo'ldi, menga hech narsani qizig'i yo'q, nima bo'lsa bo'ldi. Hayot umuman qizig'i qolmaydi. Insonlarning yaqinlarini hech kimni u uchun qizig'i qolmaydi. Bunday holatlarda inson o'zini qo'lga ola bilishi kerak. Bularni nosog'lomligini bilish kerak-da, bu muhit nosog'lom ekanligini tushunib bilish kerak-da va nima uchun bunda bu holat ketyapti? Buni izlanish kerak va buni yechimini topib, sog'lom ko'rinishga o'tib olish kerak. Bu holatda hayotni davom qilsa, o'ziga juda ham katta zarar keltirib qo'yishi ham mumkin inson. Shu o'rinda men yana bitta narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Emotsional kuyishning 4 ta belgilari bor. Bu 4 ta belgilar haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ko'pincha insonlar boshqalarga men yaxshiman deb yurishga harakat qiladi, yaxshiligini ko'rsatishga harakat qiladi, lekin aksincha unda motivatsiya kamayadi, sabr tugaydi, ichki bo'shliq paydo bo'ladi va umumiy charchoq paydo bo'ladi bu holatlardan kelib chiqib. Insonning motivatsiyasi kamayib ketganda nima bo'ladi? Bir ishni boshlashga harakat qiladi va boshlab qo'yadi. Hammasi unga og'irdek tuyuladi. Oddiygina bitta kichkina ishni boshlasa ham men buni qila olmayman. Bu juda ham katta ish, men uchun bu og'irlik qiladi deb o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qoladi va o'ziga o'zi motivatsiya bera olmaydi. Bunday holatda inson nima qilish kerak deydigan bo'lsak, inson o'ziga ishonch bildirish kerak va o'sha kichkinagina ishni o'zi uchun kattadek tasavvur qilmasdan, bu men uchun oddiygina bir ish-ku, nima bo'pti? Men buni ko'ngillasam hammasini qila olaman deb o'ziga o'zi motivatsiya berib, kuch bersa, albatta o'sha kichkinagina ishni kattadek tuyulganini yengib o'tib keta oladi. Bu holatlarda inson ichki bo'shlig'i bo'lgani uchun bu narsani boricha qabul qila olmaydi ba'zida.
Chunki uni ichida bo'shlig'i juda ham katta bo'ladi. Men hech qanaqa ish qila olmayman, mani qo'limdan hech nima kelmaydi, bu ishlar menga og'irlik qiladi degan, chunki o'ziga bo'lgan ishonchsizligi insonni ichida bo'shliqni olib keladi. Bu bo'shliq o'ziga ishonchni oshirmasa kattalashib boraveradi va siz hech qachon bu bo'shliqdan chiqib keta olmaysiz. Bu bo'shliq kengayadi va siz bu bo'shliqni ichiga butkul cho'milib ketishingiz ham mumkin. Shuning uchun bu bo'shliqdan chiqib ketish uchun avvalambor o'zingizni qo'lga olib, o'zingizga ishonch berib, o'zingizga motivatsiya berib, har doim o'zingizga bo'lgan ishonchingizni birinchi o'ringa qo'yishingiz kerak. Agar o'zingizga ishonch bermasangiz, bu ishonchsizlik sizni hattoki sabringizni ham tugatib qo'yadi. Sabr yo'q joyda hech birorta ish ham qila olmaysiz, natija ham qila olmaysiz. Chunki bitta oddiy ishni ham oxirigacha olib borishga sabringiz yetmaydi. Sabrsizlik degani hamma o'zingizga qo'yilgan oldingizdagi maqsad, umid, ishonch ishlaringizni hammasini sabringiz chidamaydimi, shunday tashlab yuborasiz. Uni tashlab yuborgandan keyin siz hech bir natija qila olmaysiz va bundan juda ham qattiq tushkunlikka tushib, umumiy charchoqni hosil qilasiz. Umumiy charchoqni hosil qilganingizdan keyin agar kechqurun uxlasangiz ham, ertalab uyqudan turganda go'yoki uxlamagan odamga o'xshab boshingiz og'rib, lanj, og'ir bo'lib yurasiz. Hech narsa yoqmaydi. Hech narsa kerak bo'lmaydi. Bu holatlarda siz o'zingizni qo'lga olib, har bitta narsani bitta etap o'z ustingizda ishlab, bularni batamom tugatib, o'zingizni emotsional kuyish holatidan olib chiqishingiz kerak, qo'lga olish kerak va o'zingiz uchun oldinga shaxdam qadam tashlash kerak bo'ladi. Men sizlarga yana bitta ma'lumot berib o'tmoqchiman qisqacha. Eng katta xatosi ayollarimizni qiladigan 4 ta xatosi haqida. Men chidashim kerak, kuchli bo'lishim kerak. Bu fikrlar ayolga kuchli tuyulishi mumkin, ammo ayolda u asta-sekin ichidan sekin yeydi. Birinchi o'zini unutadi, ikkinchi hissiyotlarni bosishni, uchinchi yordam so'ramaydi, to'rtinchi o'z holatini baholay olmaslik holatlariga kelib qoladi. O'zini unutish deganda ayollarimizga shuni aytishim mumkinki, boshqalar uchun yashab, o'z ehtiyojlarini oxirgi o'ringa qo'yadi. Misol uchun, erim, otam, onam, bola chaqam deydi-yu, o'zini eng oxirgi o'ringa qo'yadi. Bu yaxshi odat emas. Albatta, eringizni ishi bu yaxshi bo'lishi hammaga yoqadi. Ota-onangizga ham yaxshilik tilaysiz, aka-uka, opa, singillaringizga ham, bolangizga ham. Lekin shu o'rinda siz ularni o'ylab o'zingizni unutib qo'yishingiz bu siz uchun nosog'lom hayotda. Shuning uchun siz ularni ham unutib qo'ymay, o'zingizni ham unutib qo'ymang. Ularni o'ylayotgan paytingizda o'zingizni ham o'ylashingiz kerak. O'zingizni hammadan oxirga qo'yib, ularni qancha oldinga qo'yganingiz bilan siz ularni oldida ko'zga ko'rinmay qolishingiz mumkin kezi kelganda. Chunki siz o'zingizni unutib qo'ygansiz, o'zingizni unutib qo'ygandan keyin sizni ham hamma unutib qo'yadi. Siz ham o'zingizni borligingizni his qilmayapsizmi? Kerak bo'lsa o'sha oila a'zolaringiz ham sizni borligingizni his qilmay qo'yishi mumkin. Shunday ekan siz albatta ularni o'ylagan paytingizda o'zingizni ham birinchi o'ringa qo'yib, ular bilan bir o'rinda ko'rib, barabar o'ylashingiz kerak. Hissiyotlarni bosishga keladigan bo'lsak, yig'lamaslik, shikoyat qilmaslik, kuchli ko'rinish talabi bilan yashash. Yig'lagingiz kelyaptimi? Albatta inson yig'lashi kerak. Bu yig'laganingizda ichingizdagi og'irliklar chiqadi va yengil bo'lasiz. Kimgadir dardingizni aytsangiz, ichingizdagi ancha og'ir, sizga xuddi tonnadek yuk bosib turgan narsa o'sha ko'z yoshlar bilan ba'zida chiqib ketadi. Siz ichingizdagi og'riqlarni kimgadir aytmasdan ularga kuchli ko'rinishga harakat qilib, o'zingizni yeb bitirganingizda hech qanaqa foyda yo'q. Kezi kelsa yig'lash kerak bo'lsa yig'lash kerak. Shikoyatingiz bo'lsa uni ham chiroyli qilib tushuntirib aytishingiz kerak. Bu siz uchun yomon narsa emas. Siz misol uchun o'ylayapsiz, men yig'lasam, shikoyat qilsam, ichimdagini aytsam, ularga yomon ko'rinib qolaman. Yo'q, siz aksincha o'zingizni hissiyotlaringizni, emotsiyalaringizni ko'rsatib, o'zingizni yengil tortganingizdan keyin hamma vaziyat boshqacha bo'lishi ham mumkin. Yordam so'ramaslikni biz ayollar har doim o'zimizga nima desak, shior qilib olganmiz desak ham to'g'riroq. Zaiflik, agar biz kimdandir yordam so'rasak, o'zimizni zaif deb o'ylaymiz, hamma narsani yolg'iz ko'tarishga harakat qilamiz. Yo'q, aksincha biz turmush o'rtog'imizdan, oila a'zolarimizdan yordam so'rashimiz bu zaiflik emas. Hamma narsani o'zimiz yolg'iz qilishga majburmiz degani ham emas.
Aksincha ulardan mana shunaqa vaziyatda menga yordam kerak deb so'rasangiz, bitta o'zingizga qolib ketgan har bitta ishni turmush o'rtog'ingiz kerak bo'lsa sizdan 10 barobar ortig'i bilan qilib, joy-joyiga siz bir oyda qiladigan ishingizni 2-3 kunda hal qilib, vaziyatni tarafga o'zgartirishi mumkin. Va bu holatda biz hech ham yordam so'rashdan uyalishimiz kerak emas yoki ularga vaziyatni "Men bunaqa qilib yumshatib bering, menga bu ish og'irlik qilyapti" deb aytsak, hech qachonda birorta joyimiz kam ham bo'lib qolmaydi. Biz ayollar o'sha yerimga aytib, qilib bergin degancha o'zim qilaman, unga bo'yin eggim kelmaydi, bitta o'zim qildim, mana ko'rdingmi degan tarzda yashagimiz keladi. Qilamiz ham o'shani, lekin qilganingizda nima foyda? O'zingizni stress, asab, nervisht qilib, charchatib qo'yib qilgandan ko'ra, undan ko'ra turmush o'rtog'ingizga aytib, yordam olib, o'sha ishni yaxshigina yengil holatda qildirganingiz yaxshi deb bilaman. O'z holatini baholay olmaslik, kuchli bo'lishni norma deb qabul qilish. Bu kuchli bo'lish to'g'ri, norma deb qabul qilsak bo'ladi, lekin har bitta narsani ham o'zini cheki bo'ladi. Norma deb o'zimizga juda ham ko'p holatlarda og'irlikni bo'ynimizga olib qo'yapmiz-da biz. Biz uchun norma, bu ayollar uchun norma. Hamma ayol qiladi, men ham qilaman, hech kimga aytmayman degan fikr bilan yashaymiz, lekin yo'q, o'z holatimizni bu biz uchun baholay olmaslik deb o'ylayman. Agar biz holatimizda qiynalyapmizmi, o'zimizga og'irlik qilyaptimi, buni o'zimiz uchun qiyin bo'lsa ham qilishim kerak demasdan, mayli, mana shu ishga kuchim yetmayapti, menga siz yordam berib turing, ozgina mana shu yerda men charchab qoldim deya yordam so'rash ma'qulroq deb bilaman. Va shu o'rinda men sizlarga yana bitta qisqacharoq ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'ziga vaqt ajratish bu egoizm degani emas. O'zingizni tiklash, o'zingizni parvarish qilish va boshqalarga yaxshiroq mehr berish uchun siz o'zingizda energiya paydo bo'lishi kerak. Bu uchun siz o'zingizga parvarish qilishingiz kerak, g'amxo'rlik qilishingiz kerak, dam olishingiz kerak. Bu men o'zimga g'amxo'rlik qildim, dam oldim, faqat o'zimni o'ylayapman, men egoist ekanman degan fikrni miyangizdan chiqarib tashlash kerak. Chunki har bitta insonni dam olishga haqqi bor, har bitta insonni o'zi uchun o'ziga g'amxo'rlik qilishga haqqi bor. Chunki siz o'zingizga o'zingiz g'amxo'rlik qilmasangiz, o'zingizni o'ylamasangiz, dam olmasangiz, juda ham kuchli stresslarga, depressiyalarga, charchoqlarga uchrab qolasiz. Shuning uchun siz o'zingizga parvarish qilib, o'zgalarga ham yaxshi mehr berishingiz uchun albatta o'zingizdagi mana bu egoizm degan fikrni chiqarib tashlashingiz kerak. Men egoizm bilan yashayapman, faqat o'zimni o'ylayapman deb o'zingizni unutib qo'yib, boshqalar uchun o'zingizni qurbon qilishingiz kerak emas. O'zgalarni ham o'zingiz bilan bir me'yorda qo'yishingiz kerak. Avvalambor o'zingizga parvarish qilib, o'zingizga mehr berib, dam olib, uxlab, yaratgan bergan bu tanamizni ham dam berishimiz kerak. U ham charchaydi, uni ham charchab qolgan vaqti bo'ladi, chunki tanamizni haqqi bor. Bizni yaratgan paytida tanamizga dam berish degan holatlar ham aytib o'tilgan. Shunday ekan, biz har bitta tana a'zomizga ham dam berishimiz kerak, uni ham charchatib qo'yishimiz kerak emas. Agar bizni tanamiz charchab qolsa, biz qanchalik ish qilishga yoki kimgadir yoqishga harakat qilmaylik, chunki biz charchagan tana bilan hech nimaga erisha olmaymiz. Shunday ekan, hamma paytda har bitta narsani o'z me'yori, rejasi bilan qilganni yaxshiroq deb bilaman. Va men sizga shu o'rinda yana bitta gapni aytmoqchiman. Bu vaziyatlardan keyin inson qanday qilib tiklanishi mumkin? Kattalar o'zgarishlari shart emas, ular o'zlariga ozgina tanaffus berishsa, bu holatdan chiqib keta olishadi. Uyqu va dam olish yetarli. Bunday holatlarni bartaraf qilish uchun uyqu eng asosiy jarayon desak ham bo'ladi, chunki uyqu eng kuchli davo. Uxlab turganingizdan keyin odam juda ham yengil bo'ladi va o'zidagi charchoqlarni unutadi. Yaxshilab uxlab dam olib tursangiz, yo'q deyishni o'rganish, chegara qo'yishni, o'zingizni himoya qilishni o'rgansangiz, raqamli tanaffus bersangiz, telefon va bosimlarni cheklasangiz, sevgan ishingiz bilan shug'ullansangiz, gapirgingiz kelgan gapni o'zingizga ishonchli bo'lgan odamga ichingizdagi dardlaringizni aytsangiz, faqat siz uchun zavq beradigan, faqat siz uchun o'zingizga yoqadigan narsalarga vaqt ajratsangiz, bu vaziyatlardan o'zingizni tezroq tiklab olasiz va o'zingizni yaxshi qilasiz. Har kuni faqat 10 daqiqa o'zingiz uchun vaqt ajrating va bularni o'zingiz uchun amalda sinab ko'rsangiz, katta o'zgarishlarga qadam qo'ygan hisoblanasiz. Va shu o'rinda ayollarimizga bitta gapni aytib o'tmoqchiman.
ayollar robot emas. Siz har doim kuchli bo'lishga harakat qilishingiz ham shart emas. Dam oling, o'zingizga ozgina charchagan paytingizda va boshqa paytda ham dam olishga ruxsat bering. To'xtang, yugurish shart emas. Sal nafas olsangiz ham yetadi. Dam oling, bu zaiflik emas, bu aksincha dam olish donolik hisoblanadi. O'zingizni eshiting, o'zingiz ichingizdan sizga kelayotgan ovozni albatta tinglay olishingiz kerak va unga yarasha harakat qilishingiz kerak deb bilaman. Siz g'amxo'rlikka, muhabbatga va tinchlikka loyiqsiz. G'amxo'rlik avvalo o'zgalardan emas, o'zingizdan boshlashingiz kerak. Qachonki siz o'zingizga g'amxo'rlik qilishni boshlasangiz, o'sha kundan boshlab hamma sizga g'amxo'rlik qilishdi, sizga yaxshi munosabatda bo'lishdi. Sizni o'zingizni qo'ygan o'rningizga qarab insonlar ham sizni o'sha o'ringa qo'yishni boshlaydi. Shunday ekan, hurmatli ayollar, barchamiz o'zimizni robot deb emas, insondek o'zimizga qarashimiz va o'zimizni hurmat qilishimiz kerak. O'zgalarni ham hurmat qilishimiz kerak, lekin ularni hurmat qilgan paytimizda o'zimizni unutib ham qo'yishimiz kerak emas. Chunki har doim o'zimizni unutib qo'ysak, barcha insonlar ham bizni unutib qo'yadi va o'z o'rnimizni yo'qotib qo'yishimiz ham mumkin. Shunday ekan, o'z o'rnimizni yo'qotmaslik uchun o'zimizni ham, o'zgalarni ham birdek hurmat qilishni o'rganaylik. Shunday ekan, hurmatli ayollar, agar bu mavzuda qancha gapiramiz desak ham, bu mavzuni oxiriga yetkaza olmaymiz. Juda ham katta mavzu. Agar sizlarga bergan ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Yana sizlarga qanaqa darsliklar kerak bo'lsa, savollar bilan murojaat qilsangiz, albatta sizlarning savollaringizdan kelib chiqib, o'sha mavzularda sizlar uchun mana shunaqa mutlaqo bepul darsliklarni tayyorlab boramiz. Kuzatganingiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.